Endi shokoladli tortimizni tayyorlaymiz. Biskviti ham shokoladli bo'ladi, kremi ham shokoladli bo'ladi. Juda ham mazali. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda 5 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Iloji bo'lsa tuxumlar birozgina yirikroq bo'lsin. Mikserda oppoq ko'pik bo'lgunicha ko'pirtirib boriladi. Videoni tezlashtirib ko'pirtirib oldim. Endi shu holatda 300 gram shakarni oz-ozdan solib, buni ham ko'pirtirishni boshlaymiz. Shakarni birdaniga solish kerak emas, shunaqa kam-kamdan solib ko'pirtirib borasiz. Qattiq ko'pik bo'lgunicha shakarni hammasini solib olib, yana 2 daqiqa ko'pirtiriladi. Tuxumni sarig'ini hammasini solamiz, yana bir rogini buni ham ko'pirtirib olamiz. Ustidan yarim stakanda yog' quyiladi. 1 daqiqa mobaynida buni ham ko'pirtirib olinadi. 100 gram sut quyib, buni ham yarim daqiqa mikserlab olamiz. 195 gram unga 30 gramda kakao solinadi. Elakdan o'tkazib, ustiga 2 choy qoshiq zirhli qo'shib, sekinlik bilan lopatkada tegini ustiga o'girib boramiz. 25 ga 35 bo'lgan listga pishiriq qog'ozdan solib oldik. Bir tekisda massamizni tekislab quyib olamiz. 120 gradus haroratda 25-30 daqiqada pishib chiqadi. Endi shokoladli morojniy krem tayyorlaymiz. 400 gram qaymoqqa 200 gramda squshoniy moloko, 30 gramda kakao solamiz va yaxshilab aralashtirib, mikserda bir xil bo'lguncha ko'pirtirib olinadi. Mana qizil krem tayyor bo'ldi. Endi korjimizni 18 ga 18 qilib 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Birinchi qatorini kremlaymiz va o'rtasiga shunaqangi bo'lagini joylab qo'yamiz. Kremlab ustki qatorini ham yaxshilab kremlab olamiz. Iloji boricha tortni qolipda qotirgan ma'qul, shunda tekis bo'lib qotadi. Endi glazurini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 200 gramda sgushoniy moloko kerak bo'ladi. Bunga 50 gram sariyog' qo'shib olamiz va kakaodan 10 gram qo'shib olamiz. Endi bunga avvaldan bo'ktirib qo'yilgan 18 gramda jelatin qo'shib olamiz. Jelatin erishi bilan gazni o'chirishimiz kerak. Glazurni qolipda turgan holatda quyib olish kerak, bo'lmasa oqib ketadi. Shu holatda hamma joyini qoplab olib, xohishga qarab yana ustidan shokoladlar bilan bezatib olishingiz mumkin. Juda yumshoq biskvitdan shunaqangi zo'r shokoladli tort tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring.